Bozorimizda eski odamlar 20 30 yil bo'ldi, ha, Nur aka. 30 yil. 96-yil kelganmisiz? 90-93 Endi men 12 yil bo'ldi mana shu yosh kattalardan, eski odamlardan intervyu olishni yaxshi ko'raman. Ne yoki xafa bo'lmang. Demak, changlarni yutuq katta bo'ldi demak. Chang paytda kelgansizlar-da. Loy bozor bo'ladi bo'lsa, loy. Loy jangilari ham bo'lganmi? Jangi. Mashi baravar tizimlar loy bo'ladi, onasi balota bo'ladi. Hozir mana shu 30 yil bo'ldi, eski odamlar ham ketdi pastda. Sanoqli qolganda bozorda. Haqiqatan sanoqli. Qahor ekanmi? Musullarni ham hozir texnikalarga ortib jo'natilyapti. Oldin idishga solib jarga borib jarga to'kiladi. Jar katta jarlar bo'ladi. Simli pul bo'lardi, padollar. Sen hali bilmaysan. Simlar hammasi musullar. Ha. Bog'chadan keyin borib turnar yoqqa. Studiyaga kim kiritdi buni? Sen hozir 30 yillik odamlar bilan gaplashaysan, 85 yillik odamlar bilan gaplashaysan. Nega mana yosh kattalar bilan gaplashishim bor, ko'proq eshitsa aniq oshadi. Tabiiy. Inson bilan gaplashishga mana shu inson bilan. Mana shu inson bilan birga kelgan. Mana shu inson Gitlerni ko'rgan inson emas. 96-yil kelganman lotilar. Yo'q, 96 bu odam yo'q. Bu yoqda savdo qilmaydilar. Kim? Buni bu yoqda qilgan. Kim? Siz. Mana bittan boshlayapsiz. Anta savdo qilgan. Ha, mana bittan boshlayapsiz. Men kelgan paytida manta savdo qilardingiz-da. Necha yil kelgansiz o'zi? 2014. 12 yil bo'ldi menga. 98 ochilgan bu. Men 1 yoshimda kelgan ekansiz-da. 97 ning oxirlarida kelganman, 98 ni. Nechi yilsiz o'zingiz? Mana 2018. Kamera yoqib ketyapti. 66 sizlar. Nima so'kkan joyingizni aniq qiladi. Yo'q, bu yomon emas. Stariklardan intervyu olman-da hozir to'g'risizmi? Narigina emasmaniki. 98-yildan bitta faoliyat ko'rsatdi. Mana. Mana. Faoliyat. O'zgardilar, ko'rdingmi? Mikrofon berib. Cho'tab pensiyaga chiqdim. 8 yil bilan. Mana. Turizm bilan. Ikkinchi qismini qo'yamiz, keyingilarni faqat kuzatinglar.